10 sinf biologiya tuman bosqichida tushgan savollarni tahlil qilamiz. Xo'p, birinchi savol. Mikrobiologik yo'l bilan olingan qaysi aminokislotaning 1 tonnasi qoramol ozuqasiga qo'shilsa, o'nlab tonna hayvon ozuqasining tejab qolinishiga sabab bo'ladi degan savol ekan birinchisi. Xo'p, bizada bu ma'lumot 9-sinf darsligida berilgan, ya'ni javob B variant bo'ladi, lizin aminokislotasi. Ikkinchi savolni tahlil qilamiz, ya'ni moslarini ko'rsating. Xo'p, birinchisi izotonik eritma, ikkinchisi gipertonik eritma, uchinchisi gipotonik eritma va to'rtinchisi fiziologik eritma ekan. Ya'ni bu savol 8-sinf kitobi darsligidan tushgan ekan. Xo'p, izotonik eritma bo'lishi uchun konsentratsiyasi, ya'ni natriy xlor tuzini konsentratsiyasi 0,9% bo'lishi kerak. Xo'p, endi qaraymiz. 1 ga B javob bo'lishi kerak ekan. Bizaga faqat B va D variantda birinchi savolga, ya'ni B variant keltirilgan. A bilan C variant o'z-o'zidan chiqib ketadi. Shunda bizaga ikkita variant qoldi. Endi qolganlarini solishtiramiz. Xo'p, qarasak, to'rtinchisi ikkala variantda ham B berilgan. Bizaga, ya'ni bizani chalkashtirayotgan savol esa 2 va 3 ikkalasiga qarasak, savolning javobi topiladi. Xo'p, ikkinchisi gipertonik eritma. Ya'ni gipertonik eritma tuzning konsentratsiyasi bunda 0,9% dan yuqori bo'lishi kerak. Shunda bizaga A da konsentratsiyasi 2,5% ga teng kelyapti va V da esa konsentratsiyasi 9,5 ga teng kelyapti. Demak, bizaga 2 ga A va V degan javob bo'lar ekan. Bu javob esa faqat B variantda bor. Uchinchisi gipotonik eritma. Gipotonik eritma bo'lishi uchun konsentratsiyasi 0,9% dan, ya'ni tuzni konsentratsiyasi 0,9% dan kam bo'lishi kerak. Bu esa bizada G javobda berilgan ekan. Bizada javob varianti B. Aynan gipotonik eritma bo'lish uchun gipo kam, demak 0,9% dan kam bo'lishi kerak. U 0,4, 0,2 balki 0,8, buni farqi yo'q. Biz uni qon tomiriga jo'natayotgan bo'lsak, bunda eritositlar yorilib ketadi. Bu yerda 0,9 bu fiziologik eritma yoki izotonik eritma hisoblanyapti. Bunda hech qanaqa o'zgarish sodir bo'lmaydi. Keyingisi esa gipertonik, ya'ni giper ko'p degani. Aynan u 0,9% dan ko'p bo'lishi kerak. Balki 1%, balki 2%, 3%, 1,4% farqi yo'q. Agar biz buni qon tomiriga jo'natayotgan bo'lsak, bunda eritositlar bujmayib qoladi. Uchinchi savolni tahlil qilamiz. Diploid o'simlikni tetraploid o'simlik changi bilan changlantirilsa, urug'ning endosperma hujayralari to'plami nechaga teng bo'ladi degan savol ekan. Xo'p, bu savol ham qiyin emas, ya'ni oson savollar turiga kiradi. Biz savolni ishlashdan oldin, ya'ni hujayralarni to'plamini bilib olishimiz shart. Tetraploid o'simlik deyilyapti, ya'ni endi bunda to'plami 4N bo'ladi. Chang hujayralari bo'lganidan so'ng, ya'ni biz spermiyalarni olamiz. Spermiyalar N to'plamda bo'lishi kerak, ya'ni 2N bo'lsagina mikrosporosit. Lekin bizaga 4N deyapti, ya'ni tetraploid. Shuning uchun har bir spermiya 2N to'plamga ega bo'ladi. Endi bizaga diploid o'simlik bilan changlantirildi deyapti. Ya'ni 2N to'plamlik spermiya bizada hozir markaziy hujayra bilan qo'shilishi kerak. Markaziy hujayrani to'plami esa 2N. Bizada o'zi savolda ham diploid o'simlik degan. Demak, 2N markaziy hujayra, 2N spermiya qo'shiladi va 4N
to'plamlik endosperm hosil bo'lar ekan. Ya'ni bizada savolni javobi B variant bo'ladi. Eslatib o'taman, sizlar bilan demak 10-sinf olimpiada tuman bosqichidagi 4-savolga yetib keldik. Bizda ra'nadoshlar, bug'doydoshlar, qoqdoshlarning oilasi bor. Tubgullar haqida to'g'ri javobni topishimiz kerak. Bu yerda ra'nadoshlarga qarab bitta kalitni topsak bo'ladi. Shu hamda bo'ladi. Ra'nadoshlarda berib qo'yibdiki, soyabon, qalqon, shingil tubgullar deb. Xuddi qoqdoshlardan ham bulardan ikkitasi bo'ladi. Shingil bilan qalqon bo'ladi va bundan tashqari rovak va boshcha bo'ladi. Biz keyingisi bug'doydoshlar oilasiga o'tayotgan bo'lsak, bu yerda murakkab boshoq, rovak bo'ladi. Yana bir narsa, makka jo'xori ham bug'doydoshlar oilasiga kirgani uchun uning tubguli sota hisoblanadi. Sotani ham kirgizib qo'yamiz. Shunda o'z-o'zidan bizga javob to'g'ri bo'ladi. 5-savolni tahlil qilamiz. Zog'ora baliqning zigotasini bir marta ekvatorial bo'linishidan hosil bo'lgan blastomerlardagi autosoma xromosomalari sonini toping. 9-sinf ma'lumoti bo'yicha bilamizki, zog'ora baliqning 2n to'plami 104 ga teng. Ya'ni 104 ta xromosomadan ikkitasi jinsiy xromosom bo'ladi, qolgani esa autosoma xromosomalari bo'lar edi. Shunda biz birinchi bo'lib autosoma xromosomasini topib olamiz. 2n104 bo'lsa, ikkita jinsiy hujayrani ayirib tashlaymiz. Bizda shunda 102, ya'ni autosomalar soni chiqar ekan. Endi blastomerlarini topamiz. Demak, bir marta ekvatorial bo'linishidan so'ng deyilgan. Biz bilamizki, zigota dastlab 2 marta meridian bo'linadi. Shunda meridian 2 marta bo'linadi va 3-martasida esa ekvatorial bo'linadi. Shunda bizada bir marta ekvatorial bo'linish sodir bo'lar ekan. Bizada esa 3-bo'linish, ya'ni ekvatorial bo'linishda blastomerlar soni 8 ga teng bo'ladi. Shunda autosomalar soni 102 edi. 8 ni 102 ga ko'paytiramiz. 816 ta autosomalar soni chiqar ekan. Javob varianti esa A javobi. 6-savolni tahlil qilamiz. Uy mushugining qaysi organlari endoderma qavatidan kelib chiqqan? Variantlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. A varianti o'pka, endoderma, bu to'g'ri. Orqa miya esa ektoderma qavatidan. Bu esa xato. Demak, A variant chiqib ketadi. C variant urug'don, bu endoderma, jigar esa mezoderma. Demak, C variant ham chiqib ketadi. B variant o'pka va jigar, bular endoderma qavatidan hosil bo'ladi. Bu javob to'g'ri. Xo'p, D variantni ham tahlil qilib qo'yamiz. Jigar mezoderma, muskul esa u ham mezoderma qavatidan hosil bo'ladi. Demak, 6-savolimizning javobi B variant ekan. Demak, sizlar bilan 7-savolga ham yetib keldik. Lishaynik ekstrakti yordamida qaysi birikmalarni parchalash mumkin? Bu yerda aynan parchalovchi modda olinadi. Bu yerga e'tibor bersalaringiz, sizlarda amilaza bor, lishaynik, ya'ni bu yerda amilaza haqida gap ketyapti. Amilaza bu uglevodlarni parchalovchi ferment hisoblanadi. Kitoblarda yozib o'tilgan. Albatta, tabiati uglevod bo'lgan moddalarni olamiz. Masalan, bu yerda bir polinukleoid zanjiri 2 murin bo'lishi kerak, 2 raqami keltirilmagan. Mayli, bu kamchilikni biz to'g'rilab ketaveramiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, demak, tabiati uglevod bo'lganlarni olaveramiz. Chunki amilaza ferment uglevoddan parchalovchi ferment hisoblanadi. 2 ni olamiz. Bu yerda yana glikogen 6 ni olamiz, keyin 7 pektinni olamiz. Bularning hammasi bilan tabiati uglevod hisoblanadi. Demak, amilaza ham uglevod bo'lyapti. Amilaza fermenti demak, uglevodlarni parchalovchi ferment bo'lyapti bu yerda. Amilaza haqida gap ketyapti. Ya'ni amilaza qaysi moddalarni parchalaydi demoqchi bo'lyapti bizga sodda tariqasida. Demak, 8-savolga yetib keldik. Bizda 8-savolda aytayaptiki, gullar bo'yicha to'g'ri 2 jinsliga ajratishimiz kerak bo'lyapti. Bizda shunda A qismiga 2 jinsli to'g'ri gul deyapti. Demak, bularga
Tokdoshlar oilasini olamiz. Sababi tokdoshlar oilasi to'g'ri gul 2 yoki 1 jinsliga ajratilgan, lekin shulardan 2 jinslilar uzum hisoblanadi. Daroyi bilan qorago'zal, ya'ni 1 va 3 bu uzum hisoblanyapti. Uzum navi. Demak, buni olamiz. Keyin ikkinchisida qozi dastor, ya'ni olma navini beryapti. Olma navi ranadoshlar oilasi bilamizki, to'g'ri gul 2 jinsli hisoblanadi. A qismiga 1, 2, 3larni olamiz ekan. Ana endi B qismiga to'g'ri gul bo'lsin, lekin qiyshiq 2 jinsli bo'lsin, lekin qiyshiq bo'lsin deb aytyapti bizga. Shuning uchun ham bu yerda bizda Samarqand va Obidov, ya'ni kartoshka navlari qolyapti. Kartoshkada bularning to'g'ri gul 2 jinsli ekanligi aniq, lekin to'g'ri yoki qiyshiq ekanligini bu yerda bularning tuzumdoshlar oilasiga kiradi. Bularning ko'pchiligi qiyshiq hisoblanadi. Shuning uchun ham bularni qiyshiq olamiz. Shunda bizda A javob bo'lyapti. 9-savol tahlilni davom ettiramiz. D va C vitaminlar qaysi mahsulotlarda bo'lmaydi? D vitamin demak bo'ladiganni chiqarib tashlaymiz. Masalan, 2 sut mahsulotlarida D vitamin bo'ladi. Shuning uchun ham A kalitdan chiqib ketadi 2. Keyingi holatlarda masalan baliq yog'ida 9, tuxum sarig'ida 7larda 2 bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerlarda A kalitdan masalan 8 tuxum 7 bo'layotgan bo'lsa, C kalitdan chiqib ketadi. Ya'ni A qismga 2, 7, 9 bu D vitamin shu mahsulotlar tarkibida uchragani uchun kalitlardan olib tashlaymiz. Biz uchramaganini olishimiz kerak. Shunda A va C chiqib ketdi. Bizda D kalitni biz olishni bilmadik. Endi uni B qismga qaraymiz. Keyingi, ya'ni C vitamin. C vitamin demak mana bu yerda piyoz bor. C vitamin piyozda bo'ladi. Piyoz, xil mevalar C vitamin piyozda bo'lgani uchun D kalit chiqib ketadi. Bir manna. Bu manna iste'mol qilinayotgan lishaynik hisoblanadi. Buning tarkibida albatta C vitamini bor. Shuning uchun ham 1 va 8 olmaymiz. Shunda bizga B kalit qoladi. 10-navbatdagi savolimiz: odam umrini uzaytirish bilan shug'ullanuvchi biologiya sohasidagi bu gerontologiya fani B kalit bo'ladi. Biz sizlar bilan 11-masalaga yetib keldik 10-sinfda. Mana bu 10-sinfning 5 ta masalasi 11-sinfga ham tushgan. 10-sinfning 5 ta masalasi 11-sinfga ham tushgan. Shuning uchun ham tayyor 11-sinfda bu narsani tahlil qilib berganman. Mana shu 10-sinfning 5 ta hozirgi aytayotgan masalalarim kerak bo'lsa, buni YouTube kanalimdan 11-sinfda tahlil qilgan videolarimdan topasizlar. Ya'ni YouTube kanalimda topasizlar. Ya'ni yoki YouTube'ga Biyoz hayot deb yozsalaringiz o'zimni kanalim kelib chiqadi. Mana 11-sinfda topasizlar. 11-sinfning 12dan 20gacha, 11danmi 13dan 20gacha bo'lgan savollar tahlil videoni topasizlar. 13dan 20gacha bo'lgan. Assalomu alaykum ustozlar. Sizlar bilan yana Biyoz sizlarga agar 10-sinfning bu yerda hozir savoli kerak bo'ladigan bo'lsa, u 11-sinfni 15-savolini ko'rasizlar. Eshitasizlar. Shunda 10-sinfning 19-mavzusini ishlaydigan deb bo'lasiz. Yoki 10-sinfning 17-savoli kerak bo'ladigan bo'lsa, unda siz 11-sinfning 14-savolini topasizlar. Demak, YouTube kanaliga Biyoz hayot deb yozasizlardan keyin YouTube kanalim kelib chiqadi. Undan videolar bo'limiga o'tasizlar. Videolar bo'limiga o'tganingizdan keyin siz 11-sinf olimpiada tuman bosqichidagi 13dan 20gacha bo'lgan savollar deb yozib qo'yganman. O'shani topib videodan 10-sinfning 15-savoli kerak bo'lsa, o'shandan 13ni ko'rasizlar. Ya'ni 11-sinflardan siz 15-masalani ko'rsangiz, 10-sinfning 19-savoliga javob olgan bo'lasiz. Yoki 14ni ko'rsangiz, 17siga, 13ni ko'rsangiz, 15-siga. Agar sizga 10-sinfning 11-savoli kerak bo'ladigan bo'lsa, unda siz keyingi pastdagi video,
Ya'ni olimpiada tuman bosqichining 1dan 12 Assalomu savollar alaykum ustozlar. Demak tahlili bizda videosini bosasizlar va 11 2. Shuning uchun bir ikkinchisi 11 savol uchun 11 savoli aynan 10 sinfning 11 savoliga to'g'ri keladi. Bir-biriga to'g'ri kelib qolgan. Demak, 11 sinfning 11 savoli 10 sinfning 11 savoli bilan bir xil bo'lyapti. 12 savol bo'layotgan bo'lsa, bosh miya postloqlari deb boshlangan. Unda siz 11 sinfning yo'q, 10 sinfning 13 savoli kerak bo'layotgan bo'lsa, unda siz 11 sinfning 12 bosh miya postloqlari degan savolni videoni ko'rasiz. Shuni tahlilni qilib berganman. Mana shunday bo'ladi. Keyingilarni davom ettiramiz. 12 masalani tahlilini ko'ramiz. Biz demak Sechenovni fikrlarini topishimiz kerak ekan, lekin mana bu yerda 7-ga qaranglar-da. Bu Pavlovni fikri bo'lyapti. Nuqta bizni odam qildi. Pavlov demak buni chiqarib tashlaymiz. 7 ni chiqarsak A bilan D kali chiqib ketadi. Bularda 7 bor, B bilan C qoladi. Farq B da 2 ga bo'lyapti, C da 3 bilan 4 ga bo'lyapti ekan. Demak, Bdagi farq bo'lgan 2 ni qaraymiz. 2. Muskul va paylardagi sezuvchanlik qorong'i sezgi deyiladi. Haqiqatan ham mana yuqorida ko'rib turibsizlar. Buni Sechenov fikri hisoblanyapti. Bu Sechenov aytgan fikr hisoblanadi. Demak, bu kalit to'g'ri. Bu yerdaligi 4 ning xatoligi 4 aytayaptiki, viseroretseptorlar sezuvchanligi yashirin sezgi deb ataladi. Yo'q, aslida u ichki a'zolarning sezuvchanligi edi. Bu xato. 14-masala kumulativ va nokumulativ polimer belgilarini ajratishimiz kerak. Xo'p, bu yerda kalitni bilamiz, B kalit bo'ladi. Faqatgina kumulativ va nokumulativga ajratib ketaman. B miqdoriy belgilarning rivojlanishini ta'minlaydi. Bu kumulativ hisoblanadi. Makka jo'xorini bo'yi deydi, odamni bo'yi deydi. Ya'ni santimetr so'zi ishlatilsa, bular hammasi kumulativ hisoblanadi. Santimetr, uzunlik, o'lchov birlik, og'irlik, kilogrammlar ishlatilgan narsa, bular hammasi kumulativ hisoblanadi. Agar ular ishlatilmasa, nokumulativ hisoblanadi. Demak, B kumulativ. A sifat belgilarining irsilanishini ta'minlaydi. Bu nokumulativ hisoblanadi. Bu yerda sifat sonni aloqasi yo'q. Yaxshi, yomon. Masalan, 200 ta odamni 199 ta yaxshimi bo'ldi? Bu yaxshi 190 yaxshi yomonga ajralib ketaveradi. O yaxshilar ichida o'rtacha yaxshi, sal yaxshiroq u narsalarni mayda chuda qilib o'tirmaydi. Ular hammasini yaxshiga oladi. Bu ham sifat ham xuddi shunday. Oq, qora xuddi mana shunday yaxshi yomon bir-biriga ajralib ketaveradi. Keyingi holatda bo'lyapti. Turagaylarning birinchi va ikkinchi avlodda belgilanan rivojlanishi dominant genlarga bog'liq. Bu kumulativ hisoblanadi. Chunki kumulativda har o'zi polimerda belgilanan rivojlanishi dominant genlar soniga bog'liq bo'ladi. Aynan kumulativ uchun bo'lyapti. Nechta dominant gen bo'lsa, qandaydir boshqa belgi, 3 ta dominant uchun boshqa belgi, 2 ta dominant uchun boshqa belgi yoki boshqa kilogramm bo'ladi. Shuning uchun ham bu kumulativga tegishli. Keyingisi, belgilarning rivojlanishi dominant genlar soniga bog'liq bo'lmaydi. To'g'ri, dominant genlar sonidan nechta bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi yoki yomonga ajraladi. Esa D ni xuddi o'zi bo'lyapti. Boyagi D ni boshqa bir nusxada qaytaryapti. Mazmun bir xil bo'lyapti. Shu. 16-savolga qarayotgan bo'lsak, oshqovoq bilan qizil qalampir bitta kelib chiqish markazi bo'lyapti. Demak, 3 va 4 ga S degan javob bo'lishi kerak. Shu ham A kalitda. Sabzi bo'layotgan bo'lsa, birinchisi 2 ga A. 18-masalani tahlil qilayotgan bo'lsak, bizda gul tojiga qaraymiz, gul kosachasiga qaraymiz. Gul kosachasi bu yerda qo'shilgan hisoblanadi. Demak, A qismida erkin degan javoblardan biz olib tashlashimiz kerak. A qismidan 3 ta olib tashlasak, A da 3 berilgan, A va D kalitlar ketdi. Faqat bilan B bilan C qolyapti. Ana endi har ikki holatda ham biz keyingi holatiga kalitning 7siga qaraymiz. 7 10 ta changchisi bizga aytmoqchi erkin deyapti. Yo'q, faqatgina bittasi erkin. Demak, bu xato. Javob B. 20-savol.
Xromoproteinga ega va ega bo'lmagan organizmlar aniqlang. Ega bo'lmaganga faqat hasharotlar olinadi, qolganlari ega bo'lganga olinadi. Endi ega bo'lmaganga bir marvaridor deb A va S kaliti berib qo'yibdi. Bu umuman xato. Faqatgina ega bo'lmaganga hasharotlarni olinglar, hamma turini. Demak, A va S kalit chiqib ketganda B va D qoladi. Bizga B ni qaranglarda, B ni ega deb 4 da beryapti. 4 nima? Sadafdor. Hozir yuqorida aytdim, hasharotlar bu kapalak bu hasharot. Hasharotlarda ega emas bo'lyapti. Demak, bizda D kalit qolyapti. Aningda barcha hasharotlarni ega bo'lmaganga olamiz. Nima uchun? Sababi xromoproteinning bu taniqli vakili gemoglobin hisoblanadi. Bu murakkab oqsil hisoblanyapti. Gemoglobin vazifasi qondagi kislorodni to'qimalarga olib borish. Ana endi uning vazifasi qondagi kislorodni to'qimalarga olib borish bo'ladigan bo'lsa, hasharotlarda qoni tarkibida kislorod bo'lmaydi. Sababi qoni kislorodni tashimaganligi uchun ham qonni tarkibida kislorod bo'lmaydi. Endi ularga gemoglobin nima kerak? Gemoglobinning vazifasi qonda kislorodni tashish. Kislorod bo'lmasa gemoglobinda nima vazifasi bor? Demak bu degani hasharotlarda gemoglobin yo'q degani. Demak bu xromoprotein yo'q. Demak buni yo'qqa olamiz. Shu